Menga vasha ko'p aytishadi. Qanaqa qilsam aytsangiz bunaqa baland, qanaqa qilib o'zingizni qabul qilgansiz, nima qilish kerak, vahoyida, kazoyida. Ey, yorabun, mana hozir hech qanaqa filtr yo'q. Bosh kechidan beri yuvilmagan, yuzda basharada to'la ugri, yuzimda asimetriya bor. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Yuzim qiyshuvligini ham bilaman. Ko'zim bittasi katta, bittasi kichkinaligini ham bilaman. Ko'kragim kichkinaligini ham bilaman. Xullas, saniydigan bo'lsangiz-chi, ko'p-da unaqa narsa, ko'p. Lekin odamlarning fikri bilan meni yuzimni qiyshuvligi to'g'rilanib qolmaydi. Kissamga bir kisim pul tushib qolmaydi. Nima qilaman ularni eshitib? Tushunyapsizmi? Nima qilaman ularni eshitib? Men prosta o'zim qabul qilib bo'lganman. Meni Xudo shunaqa yaratgan. Glavniy men sog'lomman. Ikkita qo'lim, ikkita oyog'im butun zreniam вообще cho'tki. Kilometrdan uzoqni ko'raman. Ayniqsa dalbayoblarni chuvit qilib qo'yaman. Shunaqa va o'zimga yaqinlashtirganman. Mana haqiqiy boylik. Конечно, yuzingizga filtr qo'ysangiz, yana ham estetikni chiroyli bo'ladi. Boshingizni yuvsangiz va alohida tema mayli keyin gaplashamiz yoki takoy makiyaj qilsangiz, o'zingizga uverенность oshadi. Lekin siz o'zingizni asl basharangizni qanaqaligini bilasiz-ku. Kechasi men bilan yuvganingizda, kiyimlaringizni almashtirganingizda bilasiz-ku kimligingizni. Agar o'sha basharani seva olmasangiz, bir tiyin va Louis Vuitton tutasanmi, Hermes tutasanmi, millionerga teyasanmi, o'zing qabul qilib, mana ichingda mana garit qilmasa, nihoya yaxshi narsa yordam bermaydi. Ishonavering. Rosa ko'pini ko'rganman men. Beauty sferada ham ishlaganman. Pul tiqilib yotibdi, fokus prosta lo'li undan yaxshiroq kiyinadi. Odam mana ichidagi qalbidagi o'zini qabul qilish tushunchasi, o'zidan o'zi faxrlanish tushunchasi bo'lmaguncha bir tiyin hammasi itti ko'tiga. O'zing qabul qilishing kerak. Mana masjiddan chiqadi go'zallik, masjiddan chiqadi nur, masjiddan chiqadi fayz. U bo'lmasa bir tiyin ishonavering menga. Bu gapim bilan aytmoqchi emasman, alver-shalver bo'lib yurish kerak, o'ziga qaramaslik kerak deb. Agar o'zgartiradigan narsa bo'lsa, misol uchun vest tashlash iloji bo'ladigan bo'lsa, normalniy kiyinish iloji bo'ladigan bo'lsa, byudjetga qarab qilish kerak bu narsani. Nu вот anu yo'q ko'krakni silikon bilan paydo qilib qo'yish, labini ishirish kerak emas bu narsa. Doktor bo'lganman men, 7 yil o'qiganman. Medda. Meni onam doktorlar, bilaman men. Chirib ketadi ichingda, irib ketadi любой narsa, ishonavering. Mana endi chiqyapti, yana ko'krak raki, labdan saraton chiqyapti. Men doktor bo'lganman, bilaman. Qara o'sha operatsiya qilgan doktorlaringni, o'zini qo'lida-yu, bo'lmasam qilgan bo'lardi. Qilmaydi ular, biladi chunki. Orqasidan pul ishlash mumkin. Plastik xirurgiya hozir juda ham rivojlangan. O'ldiradi bu seni. Ishonavering, o'lmaydi. Hech qanaqa filler yo'q, hech qanaqa botoks yo'q. Hamma joyim ajin bosyapti. Prosta uxotda normalniy qilaman xolos. Tim более bir kun oldin $2000 ga kiyingan bo'lsam, bugun u xatar o'zimni tinch qo'yishga haqqim bordir meni.